O'zbekistonda yana bir nechta davlat xizmatchilari pora bilan qo'lga tushdi. Davlat xavfsizlik xizmati xabariga ko'ra, Sirdaryo, Andijon va Samarqandda ketma-ket 3 ta holat fosh etildi. Sirdaryoda soliq inspektori bir korxonada 400 million so'mlik qarz borligini aniqlaydi va masalani boshqacha yo'l bilan hal qilishni taklif qiladi. Qarzni 90 millionga tushiramiz, 1,5 ming dollar yetadi degan inspektor. U pora olayotganida DXX xodimlari uni qo'lga olgan. Andijonning Ulug'nor tumanida esa boshqa bir soliqchi quyosh panellari o'rnatuvchi firmadan 500 dollar bersang bayonnoma ham bo'lmaydi, blok ham ochiladi deydi. U 6 million so'mni qarindoshining kartasiga o'tkazdirayotgan paytda ushlandi. Samarqandda MIB davlat ijrochisi fuqaroga qarz ijrosini tanishlar orqali bekor qilib berishini, hatto mashinasiga qo'yilgan taqiqni ham olib tashlashni va'da qilgan. Narx 500 dollar. U ham pulni vositachi orqali olayotganda qo'lga tushgan. Har uchala xodimga jinoyat ishi qo'zg'atildi va ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tayinlandi. Anhor uzda qoling va bizni kuzatishda davom eting.